Ulan boş boş. Kızım aytganda yo ma'ule o'rganaman yo ulamanga o'rganan degan. Ben başka kız koyup koymasa diyeceğim. Gaplar boqqa borganlardan keyin hayotda o'tmaydi. Ularni o'rganishadi. Non qil, falon ishni qil desam, aya. Bo'lgandan keyin nima deydi u kuni? Qil, qandaydir mazasi yo'q ekan desam, aya bo'lgandan keyin tandirga tiqaveradi, faloncha joyga chaqirdi va ana pechakning Kılolmayman deyman. Qilolmayman, tandirga qilolmayman deb aytaman dedi. Ha, u indamay o'tdik. Bildim desa, sizlar bilmem. Aytdi, bilaman desam dedi. Tandirga narsa aytaveradi dedi. Keyin kopkasi bor ekanmi? Ayol gazini ham kopkasi bor ekan dedi. 4 talik gaz. Aytdim, gazini so'raysan dedim, ish qilaman. Ha ya. Gazini qanday so'raysan dedim, yiqilib ketdim. Aytdi, buni qil, buni qil deb. Ha. Yetabirkan aytmaydi. Ha. Barchini aytaman. Mana ana aytdim, surpay yordam berasanmi desam. Ne bo'lgan? Lekin man olib ketadi. Yo gap yo ish bilmaydi. Rizg'orni o'qidan kirib yiqidan chiqadi. Opam rizg'orni o'rgatgan qizlar.